Dada, çöçek anlayma, çöçek anlayma. Mon çöçek etipə. Boludu balam, boludu. Ben sana hazırlam, Dilala çöçeklerini koyup beray ya. Assalomu alaykum Dilala cho'chaklarni yoqtirib anglab kelayotgan omoqlarim, kashliginglar xayrli bo'lsin. Bugun men sizlarga aqlli beliqchi degan cho'chakni aytib beray. Cho'chak aqlli beliqchi. Burunqi zamonda bir aqlli podshoh o'tgan ekan. Uning ham qo'lidan ish keladigan, ham puhralarga kuyinadigan. Bu podshohning ismi G'ayrus ekan. Beliq yeyishga to'limi amroq ekan. Butun shahardagi puhralar podshohning beliq amroqligini biladi ekan. Shunga mayli qaysi cho'ngroq beliq tutib olsa, o'rdiga olib podshohga sovg'a qiladi ekan. Kunlarning bir kuni chashlariga oq sanjilgan bir beliqchi oz uchraydigan yo'g'on bir beliq tutib olibdi. Beliqni ko'tarib o'rdiga qarab mengibdi va uni podshohga sovg'a qilibdi. Podshoh unda yo'g'on beliqni ko'rib qattiq xushal bo'lib ketibdi. Og'ziga siyroq suv kepti. Darhol xizmatkorlarga 4000 tanga ochqizib beliqchiga inom qilibdi. Xonish bu chaqda podshohning yonida o'tirgan ekan. Uning beliqchiga ko'rsatgan iltifotidan ko'ngli g'ash bo'lib, Padişah, tövəndiki puhralarga buncha vala xayrixohlik qilib ketmasliklari kerak edi, debdi. Padişah qat'iy holda, U manga men eng amroq ko'rinadigan beliq sovg'a qildi. Men uning ozroq pul bersam, nima ish bo'lmaydi ekan? debdi. Xonish aldirmay gap qilib mundaq debdi. Padişah, sizlarni beliqchiga pul bermisizlar demoqchi emasman. Balki bak ko'p beribdilar demoqchiman. Bunda qilsizlari amaldorlar oldida obdan bo'lmaydi. Navoda sizlar amaldorlarga ashunchalik pul inom bersizlari, ular podshoh bizni bir beliqchilik ko'rdi deydi. Beliqchilik bermisizlari, bizning podshohning qalbidagi o'rnimiz bir beliqchilikmi emas deydi. Shuning bilan amaldorlarning siliga gepi chiqib, qo'rsqida g'um paydo bo'lib, siliga burunqidek sodiq bo'lmaydi podshohim. Podshoh xonishning so'zini sal o'ylanib olgandan keyin o'rinliq deb qarabdi-da. Sizning deganingizmi to'g'ri. Biroq men bir podshoh turib, beliqchiga berib bo'lgan pulni qaytarib ilib olsam bo'lmas, debdi. Hey, ahmoq podshoh, uni qaytarib oldiganga boshqa amal topolmamdilar zodi, debdi xonish ichida pishirib bo'lgan gapini qilib. Undaqda sizningcha boshqa amal bormi? Bu o'ng'ayg'u. Sizlar hozirla odam avatib, beliqchini chaqirtib kelsizlar. Uningdan bu beliq erkakmi, tishmi deb so'rasizlar. U erkak desa, sizlar men tishi beliq amroq edim deysizlar. Tishi desa, erkak beliq amroq edim deysizlar. Shuning bilan sizlar inom qilgan pulni qaytarib olalaydilar podshohim. Podshoh G'ayrusqa bu amal bo'ladigandek o'ylabdi-da, xonishning deganida qilibdi. Lekin aqlli beliqchi podshohning ichidagini bilib bo'libdi. U podshohning oldiga elib kelingandan keyin podshohga hurmat ikrom bilan ta'zim qilibdi. Podshoh jiddiy qiyofatda o'tirib uningdan, Sen menga bergan bu beliq erkakmi, tishimi? deb so'rabdi. Beliqchi podshohning oldiga tizlanib to'lim hurmat bilan, Oliylari, bu beliq erkakmi emas, tishimi emas, qo'shchi nisli, debdi. Podshoh beliqchining aqlliqligiga ichida qoyil bo'libdi. O'shuqchi gap qilmay uningga yana 4000 tanga inom qilibdi. Beliqchi 8000 tanga inomni elib xushalligidan qin-qiniga patmagan holda uyiga mengibdi. Unchalar ko'p pul beliqchining teri haminiga patmay ketibdi. Beliqchi ketayotganda yanchiqidan bir tanga do'malab tushib qilib, uning oyog'ining ostida to'xtab qopdi.
Beliqchi həminini qoyub turub, eڭişib beliqi təngini apdı. Buni ko'rib turgan xanish yana bo'lolmay qilib, podshohni daydayga silib mundaq debdi. Qarasila, bu beliqchi nima degan pixsiq, lip-miliq bir xalta puli turibmi, yana shukr qilmay, bir tal tangining kaynidan yuguravatdi. Haqiqatan bu pes bir nima ekan. Xanishning bu gapidan podshohmi beliqchini haqiqatan pixsiq ekan deb o'ylab qopdi-da, ko'ngli g'ash bo'lib qopdi. Shuning bilan u yana beliqchini chaqirtib olib, achchiqlangan holda: "Nimandaq pes qilisan a? Sana shunchila pul berdim-g'u. Yana nemishqa yerga tushib ketgan bir tangining kaynidan so'qildab yurasan?" debdi. Beliqchi shu zamon yerga tizlanib podshohga ta'zim qilibdi. Ondan asta beshini ko'tarib ehtiyot bilan javob beribdi: "Ulug' Tangrim podshohga uzun umr ato qilsin. Umrlari uzun bo'lg'ay. Mening u bir tal tangiga pixsiqlik qilayotganim yo'q. U tangining ustida podshohning surati bor. Yana bir tarafida silining muborak nomlari bor. Men uni yerdan ilib olmasam, yo'ldan o'tgan kechganlar ko'rmay qilib dastivatsa, podshohning surati bilan muborak nomi xalqning oyoq ostida qolmamdi. Bundaq qilish podshoh uchun haqorat va mansitmaslikda. Men bundaq ig'ir gunohning uddasidan hargiz chiqolmayman. Shunga mayli qandoq bo'lsin, men uni yerdan ilib olmasam bo'lmaydi podshohim." Podshohning beliqchining gapidan keyin ko'ngli vallada ichilib qopdi. Beliqchining aqliga texum opirin aytibdi. Shu xushalligida beliqchiga yana 4000 tanga inom qilibdi. Shuningdan tartib, podshoh bu ishni doim amaldorlari va puhrolarga hikoya qilib berib yuribdi. Keyin bu hikoya avlodma-avlod davomlashib, bugungacha yetib keldi. O'maqlarim, xonishning ichi bek torgana. Lekin beliqchi bo'sh kelmay, aql parasitiga tayanib, podshohning savollariga nihoyatda yaxshi javob berdi va uning qaylig'iga erishdi. Bizmi beliqchidek aqlliq bo'laylikmi? Aqlliq bola bo'lsa, kishilar "Voy, bu bola nima degan aqlliq" deb bizni maqtab ketadi, ham bizga qayil bo'lmay qolmaydi. Kech bo'lib ketibdi. Bugun baldir uxlanglar. Atmush vaqtda Dilala Undidar salonda ko'rishaylik. Tatliq tushlar sizlarga hamroh bo'lsin. Desem dilimden elley balam elley baltamı tut dilimden elley balam elley güzelliğin tulunmay elley balam ayrılmay men
balam elle. Dünük beşiğa ay geldi elley. Yaşlar döktüm üstünge elley balam elley. Anam edin sütümge elley balam elley. Kadir